Bir odam aytadi, do'stim shifoxonaga deydi, tushib qoldi, bordim ko'rgan. Sigaretni uzoq yillar chekkan, o'pkani yarmi ketgan. Borib ziyoratiga kelsam, aytayapti, "Banisadan eson-omon chiqib olay, mana shu sigaret bilan bir qattiq hisobim bor." Lekin u kasal uni shifoxonadan sog'lom bo'lib tirik chiqishiga sabab bo'lmadi, o'lib qoldi. Ilmli odam edi, oliy ma'lumotli odam edi, lekin uzoq yillar davomida tamakini chekdi. Nima uchun tashlab yubormadi? Irodasini quvvati yetmadi. Qachon o'sha irodani topdi o'zida? Qachon tashlayman bu sigaretni dedi? O'pkasini yarmi ketib bo'lganidan keyin. Qarilar biladi, yoshlikda mana qilish kerak ekan, chunki o'tib bo'ldi-da. Endi irodangiz kuchli, lekin kalla emas. Pulingiz ham bor, vaqtingiz ham bor, xohishingiz ham bor, lekin endi zehn emas. Sog'lik emas. Fursat o'tib ketishdan avval topiladigan kuchli iroda bilan vaqt o'tib ketgandan keyin topiladigan kuchli iroda orasida farq bor.